Hello hammaga do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda baqaloqni qamoqxonasidan qochishga harakat qilib ko'ramiz. Qanunda boshlaymiz. Nima bu? Okey. Wow. Eng ko'p, qanaqa eng ko'pi? Eng tez vaqt 9:19. Demak, biz ham boshlashimiz kerak. Qancha hozir ko'p gapirib o'tiraman, уже soniyalar sanalmoqda. Vaqt tez o'tmoqda. Iloji boricha tezroq harakat qilaman. Tezroq o'tishga harakat qilaman. Endi bu atver qancha mana kerak? Aytdim. Tagingni tortma. Qoning yopishib qoladi. Nimaga buni ustidagi kiyimini yirtiq kimdir tortib olgan? Menimcha semizlikdan bo'lgandir. Happy importni bo'lmishman va men judayam semizman. Bunga ham qiyin. Shardek dumaloq bo'lib yurish. Hamishadek dumaloqman. Yo'q, yurib. Qanaqa? Yo'qmi? Qaysida bu mashina? Chil. Qaydaymiz? Aslida men qazish bo'yicha birinchi o'rindaman. Iya. Nima qildim? Hozir tashlasang o'ldiraman. Nima uchun unaqa? Voy, bilan meni ko'rib qoldim. Yugurma, yiqilib tushasan. Voy, bilan bu yoq ekan. Nimaga qilmadi? Shu bo'ldi endi. Qo'limdagini olib qo'yaman. Qarama menga. Yo'qol. Qani. O'rmonda o'tdim. Holmi? Nimaga ayni 50 tanga beradi menga? 100 ta bo'lsa kamayib qoladi. Qisqanchiqlar. Tezroq. Menda vaqt yo'q. Уже 3 minut. Tezroq ochil. Mana qo'limga olmayman. Endi 2 soat turadi. Qochish kerak. Bo'ldi, tushundim. Yetamiz. Blokirga. Voy bile. Şimdi bir narsa to'y. Yurmay tur. Bile qimirlama. Nimaga bu katta yo'q? Baqaloq. Qo'ymoqman. Yo'qol. Nima bu? Ey. Bo'ldi. Voy, men qo'llarimga nima bo'lgan?
Ketdingmi? Qani chiqish yo'li? Yo'q, men do'stlar rekord o'rnataman. Och mashinangni. Bor. Yo. Mana pravam yo'q de. Yoqishganinglar. Bo'lmas. Mana banqoyat prava oldim. Bo'lmi banqoyat yo'q. Matri mana. Dima pravasi haydashni oqibati. Ye. Man. Yo'q, nima bo'ldi? Yo'q. Nima bo'ldi? Nimaga bu yer chiqmayapti? Berish nima? Buning bor ekan-ku. Bo'lmasa urardim. Nimaga bu yerda sakraydigan narsa chiqmayapti? Nima shopdim? Yo'q. Shunchaki bu yerdan chiqay shunchaki. Men tamom o'yinda yutdim va meni bitta qo'lim orqamga ketib qolgan. Ekan. Ko'rdinglarmi? Men go'yoki o'ynamayman. Oyog'imda yarmi yo'q. Qo'lim esa orqada. Mayli do'stlar, sizlar bilan shu yerda o'yinni yakuniga yetkazamiz. Qo'lim orqada va shu holda. Ko'rdinglarmi, shunday men baxtliman. Qo'lim orqamda bo'lsa. Mayli do'stlar, men shu bilan почти yakunlaganman. Endi bo'lish bilan videoni shu yerda tugatamiz. Hammaga xayr, keyingi videolarni kutib qolinglar albatta. Hammaga xayr.